Assalomu alaykum. Ravshan kanalining hurmatli obunachilari, chorva ishqibozlari. Bozor narxlarini doimo kuzatib boruvchi akalar. Mana bugun sizlar bilan birgalikda Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Shahidon chorva bozorini narx-navolarini ko'rib chiqamiz. Bugun katta bozor. Xudo xolasa bugungi sanamiz 11-mart haftaning seshanba kuni 2025-yil. Haftaning har seshanba kuni obunachilardan like bosyapti. Qo'l tanishyapti. Akalar, bu bozor lokatsiyasini Telegram kanalimizga tashlab qo'yamiz. Telegram kanalimizni ushbu videoni kommentariyasida qoldiramiz. Assalomu alaykum. Aka nech pul deyapsizmi? Buni 11 ozgina kam bor. 11 million so'm bo'lsa? Ha, 11 million so'm ozgina kami bor. Bo'ylari 1 metr 95 plus desak bo'laveradi mana. Bo'ylari 95 plus. Qo'chamiz yaxshi. 11 million so'm. Bahosi bo'ldimi aka? Bahosi? Nechta bo'ldi? 9 million 600 dan baland bo'ldi. 9 million 600 dan balandroq bo'ldi, ha? 9 million 600 ming so'mdan balandroq bo'ldi. Masha akamizlarga. Rahmat, bozoringizni bersin. Aka nech pul deyapsiz buni? 22 deyapsiz. Jupini 22. Mana. So'roqdan ko'rsatib qo'ydik. Jupini 22 deyishyapti ekan, bo'ylari 1 metr. Bo'ylari 1 metr. Bahosi bo'ldimi aka? 21 gacha. 21. 21 ga bermadingiz? Ha, bermadim. Bo'ylari 1 metr. Rahmat, bozoringizni bersin. Navbatdagilarga o'tamiz. Chista avlikol. Avlikolmi bu? Ha, chista avlikol. Mana. Ayni doktor qo'yib ketdi, molim shunaqa tug'di-da, avlikol dedi. Ha. Avlikolni urug'idan. Nech pul deyapsiz buni? 10 million kam bor deyapti. 10 million kam bor. Buqa. Buqa? Ha, buqa. 10 million so'm kam bor. Bahosi bo'ldimi? Ha, bo'lyapti. Nech pul? 2.9 million. 2.9 million. Egasini ham olib qo'ying ishdi. 2.9 million. Egasini ham oling, nomeri. Telefon raqam aytib yuboring-chi. Raqam aytib yuboring. Ishqibozlarga. 99lik. 991 1986. 0986. Toza qonli avlikol ekan. O'zlari Egasi qararog'i biz ovoqroq ekan. endi rusini qo'yarasizlar. Rahmat, bozoringizni bersin. Bo'ldi, baraka. Navbatdagilarga o'tamiz. Aka nech pul deyapsiz bularni? Ha? 14. Hammasini 11 dan. Mana o'sini 14, bular 11 dan deyishyapti ekan. Bo'ylari buniki 1 metr, 1.5 chiqadi, bularniki mana uniki 95, uniki 1 metr atrofidagi buqacha. Bahosi bo'ldimi aka bularni? Ammo ikkilasiniki. Nech pul bo'ldi? 17 so'rayapti. Ikkalasi jupiga. Jupiga 17 so'rashibdi mana shu ikkitasini. Yon tomonlardan ham ko'rsatib qo'yamiz. Rahmat, bozoringizni bersin. Navbatdagilarga o'tamiz, navbatdagilar. Aka nech pul deyapsiz buni? Sotasanmi? Ha? 9.5 Qancha bo'lyapti bahosi? 9.5 berdim. 9.5 million so'm. Bahosi bo'lakka joyda. 9.5 million so'm. 9.5 million so'm. Bo'ylari 1.5 atrofida chiqib qoladi, 1.5. Mash paytda mana qizg'in bozor bo'lib turibdi. Aka nech pul deyapsiz buni? 12 kam bor ekan. 12 million so'm. Bahosi bo'ldimi? 9.5 9.5 qilishyapti ekan. Ertalabda bo'lsa ham, lekin bozor yurib qoldi, ha? Ertalabda bo'lsa ham hamma mollar pashta bahosi bo'ldi. 9.5 million so'm bahosi bo'ldi mana. Mashina deyishyapti. Bo'ylari 1 metr atrofida. Navbatdagilarga o'tamiz, navbatdagilar. Aka, bu sizdanmi? Otabek aka, assalomu alaykum. Sizdanmi bu? Ha. Egasi yo'q ekan, egasi. Mo'lanchilarmi? Bu qochalar ekan. Qochalar. Bahosi bo'lyaptimi aka buni? Nech pul deyapsiz? 11 deyapsiz. Bahosi nech pul bo'ldi? 9 million 8 ming 9 million so'rashyapti ekan. Bo'ylari 1 metr, nargisiniki 95 plus.
Qani mana yon tomonlaridan ham orqa tomonlaridan ham ko'rsatib qo'yaylikchi. 1 metr 95 plus 9 million 8 ming so'm bahos bo'lyapti ekan bu qocha. Mana mana navbatdagisi. Navbatdagilarga o'tamiz. Bahos bo'layotgan joyda. Mana shu baho bo'lyaptimi aka? Nech pul bo'lyapti? 10 million 300. 10 million 300 ming so'm. Mana bahos bo'layotgan joyda. 10 million 300 ming so'mga bu qocha ayni damda bahos bo'lyapti. Bo'ylari 1.5 plus chiqib qoladi. Mana bellarini ko'rsatib qo'ydik mana. Umumda 300 ming so'm mashakamiz so'rab turibdilar. Navbatdagilarga o'tamiz. Kichikroq buqalarga o'taylik, kichikroqlarga. Aka nech pul ekan bular? 8 milliondan. Kam bor. 8 million so'mdan kami bor. 10 ajillar. Bo'ylari 95 plus 1 metr ham kelib qolsa kerak. 10 ajillar. Bahosi bo'ldimi? Ha, chimbo'ja to'g'ri 3 tasi yiqildi. Nech pul bo'ldi uchtasi? 21,5 qildi. 21,5 uchtasi. Chimbo'ja to'g'ri uchun bu. Ha, salkam 7 million 200 ming so'mdan so'rashibdi mana uchtasiga. Uchtasiga. Navbatdagilarga o'tamiz. Rahmat, bozorlaring bersin. Navbatdagilarga. Aka nech pul deyapsiz buni? 9 deyapti. 9. Bahosi bo'ldimi? 73 qilyapti. 73. Bo'ylari 90. Bo'ylari 90. Morajin 7 million 300 bahosi bo'libdi. Navbatdagiga o'tamiz. Aka nech pul deyapsiz buni? 8 million kami bor hozir. 8 million kami bor. Bahosi bo'ldimi? Bahosi 7 million. Nech pul? 7 million, 7 million. 7 million bahosi. Qaysi kanal bu? Ravshanus. Ravshan. 7 million bahosi bo'libdi. Chiroyli bach. Sog'lom ha? Ay, ko'rmayapsizmi 50 po'st tula bo'ldi o'zi. Mollar qarang tulaga yo'q atrofda. To'g'ri, bahor O'zga tula bo'ldi. Yebish ham yo'q. Bahor kelmasdan. Telefon raqamini aytavering-chi? Vaqtida xolis sotib ketamiz-da. Chiqimizda. Aytveramiz. Ha, bugun sotiladi. Bozoringiz bersa rahmat. Mayli keldi. Xo'p, navbatdagilarga o'tamiz. Aka nech pul deyapsiz bularni? 8 milliondan deyapti. 8 milliondan bahosi bo'ldimi? Bo'lyapti. Nech pul bo'ldi? Cho'siga 20 million berishyapti. Uchtasiga 20 million. Uchtasini ko'rsatib qo'yaylik-chi. Sani orqa tomonlarda. Uchtasiga 20 million so'm bahosi bo'pti. Hop, bo'ylari 1 metr atrofidagi o'ranjillar. Navbatdagilarga o'tamiz. Mashina bahosi bo'lyaptimi? Nech pul bo'lyapti? Sizlar Nech pul bo'lyapti aka? Yo'q, bilasiz. 10 million 700 ming so'm berishyapti ekan. Bo'ylari 1 metr. Oshiq, Ravshanus. 1 metr oshiqroq ham chiqib qoladi. Qay ashning yoniga? Ye, bu qacha ekan bular? Buqalar ekan bular. Bunachi bu nima? Nech pul deyapsiz? 5,5 kam. Bahosi bo'ldimi? Bahosi bo'lmadi. 5,5. 5 verib bitirdi. Ha, mana 5,5 ga sotildi. Buni 5,5 kam bo'ldi deyapsiz. Onajim. Rahmat, bozoringiz bersin. Aka nech pul bo'ldi bu? 5,5. 5,5 million so'm. Onajimmi bu qochami? Qocha. Qocha 5,5 million so'm. Necha oylik aka? Achasi yo'q. Yoshini bilmayman, ha? Achasi ketdi. Qocha ekan. M-zo'lardan so'raganlarga. Rahmat, bozoringiz bersin. Navbatdagilarga o'tamiz. Aka nech pul deyapsiz? 5 million kam bo'ldi. 5 million. O'rajimmi? O'rajim. O'rajim 5 million so'm kami bor. Endi zo'r. Sotildimi bu? Qancha? Qanchaga? 5,5 qocha. Zo'r, bahosi bo'ldimi? Bahosi? 4 million. 4 million so'm qilishdi. Aka nech pul bo'ldi bu? Buni beravering. Nech pul deyapsiz? O'zingiz olmang. Ha? Molni o'zini olaman-ku. Olmang moldan keyin. Ha, bo'l. Navbatdagilarga o'tamiz. Aka rahmat, bozoringiz bersin. Navbatdagilarga o'tamiz. Bahosi bo'lyaptimi? 4 million qilamiz. 4 million.
4 million so'm bahosi bo'lyapti ekan. Ravshanus. Ha, YouTube'da 4 million so'm kami bor deyishyapti ekan. 4 million so'm bahosi bo'lyapti. Qizg'an joyda. Navbatdagilarga o'tamiz. Aka nech pul deyapsiz bular? O'ta sho'x ekan-ku. 9 million. 9 million. Bahosi bo'ldimi? Bo'lmadi? Endi. Qocha. 9 million. Hozir salonda ekanda. Rahmat, bozoringizni bersin. Aka ko'raylik. Nech pul deyapsiz aka bular? 8 million so'm. 8 million so'm. Qancha bo'ldi? 61 62. 61 62. Xo'p. 8 million so'mdan kami bor deyishyapti ekan mana. Endi yetishyapti bozorga. 10 yillar. Bo'ylari 1 metr atrofida. Bitta bas bo'lyapti. Bular sotildimi? Yo'q. Ha, endi yechyapsizlar. Mana qochani qildi ko'ring tog'a. Qaysi baho bo'lyapti? 300 ming bo'lyapti. Shunasi. Nech pul? 22 million 300 ming beryapti. 22 million 300 ming so'm berishyapti ekan mana. Mana shu 3 tasi. Mana Ola, Nargis. Qora. Bo'ylari 1 metr oshiq, 1.5 chiqib qolsa kerak. 1.5 mana oldi tomonlaridan ko'rsatib qo'ydim. Mana baraka bilan ketyaptilar. Zo'rlar. Monajin. Buzoq bozori videosini shu yerda yakunlaymiz. Birdan like bosib esdan chiqmasin. Bozor narx-navolarini bilib borish uchun bizning kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.